Assalomu alaykum akalar ukalar. Xudo xolasa bitkazib berdik akamiznikini. Bu isatko'ziga Siroj akamizning yo'llari. Mana funksiyalarini ko'rsatamiz. Eshik ochilib yopilish mexanizmlari. Hammasi chasbayda nasosda qo'yilgan hammasi. Burchakni ham hech qanaqa xalaqit bermaydigan qilingan. Mana. Bu tomonlari ham tepalari bo'lingan. Hech qanaqa xalaqit bermaydi ochgan paytida birovga. Bu nima xodimimiz tepasini ham ochilgan qilib qo'yibmiz. Keyingi bo'lsa pastga ham pastga qismimizni ko'rsatamiz. Buning ishlari hammasi asosida. Keyin burchagi, ko'pchiliklar burchagi shunday qo'yadi, lekin biz unaqa qo'ymaymiz. Tekkani ham ichkariga ham nimadir qo'yishga mo'ljallanganda ular. 5 litrli yog' qo'yishi mumkin. Magnetli qo'yilgan, ichki bo'lmaydi. Skromli ko'rinish uchun bu mo'ykamiz taqiladi. Bunga narsa qo'ysa bo'ladi, nima? Bu tortmalarimiz. Tortmalarimizni nasosga qo'yib tortadi. Mana bu tepasi ham. Mana tortmalarimiz. Ochilish jarayoni. Ichki qismi. Shu. Keyin bu motorimiz ikkita motorli qo'yilgan. Yaxshi tortish uchun. Kimga qanday uydagilar uchun nima tavsiya qilganimizda yaxshiroq tortadi bu ikki motorli. Bu keyin gaz kontrol deyiladi. Gaz kontrolimiz masalan bir qandaydir gaz chiqmoqchi bo'lsa, gaz o'zini o'zi o'chiradi. Ichkarilarni ko'rsatib gazimizni. Grill, bemalol foydalansa bo'ladi, sixlari bor ichiga. Bu gazimiz mana tepadagi dimovatimiz 4 million so'mga tushgan. O'shani tavsiya berganmiz uydagilarga, akalarimizga. Spichaklar hammasini o'zi. Hammasi spichakasiga o'zi. Keyingi bosqichimiz mana bu mo'yka. Ana o'zi qo'ygan o'zini. Bonusga. Sog'lar. Mana akalar, bitkazib oldik. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, sifatli, mustahkam bizga ham murojaat qilasizlar. Sizlarga rahmat.